yangiliklar. Assalomu alaykum. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda biz yangi tashkil topgan, endigina 2-3 yillik tarixga ega bo'lgan universitetlarga tashrif buyurgan edik. Ha, shundan keyin tomoshabinlarimizdan ko'plab savollar keldi. Bu yerlarning diplomi tan olinadimi yoki bu yerni tugatgandan keyin ishga kira olamizmi degan mazmundagi savollar keldi. Bugun 10 yillik tarixga ega. Bitiruvchilari nafaqat mahalliy, balki xalqaro nufuzli tashkilotlarda, hattoki vazirlik va idoralarda faoliyat yuritayotgan International School of Finance, Technology and Science, qisqacha ISFT instituti faoliyati bilan tanishamiz. Ko'rsatuvimiz davomida xalqaro akkreditatsiyaga ega ushbu nufuzli oliygohda grant asosida o'qish imkoniyatlari haqida ham ma'lumot beramiz. Bo'lmasam ketdik. ICFC instituti O'zbekiston ta'lim bozorida 2016-yildan buyon qariyb 10 yillik muddat davomida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirda instituti 16 ta xalqaro va mahalliy bakalavriat yo'nalishlari, 4 ta magistratura mutaxassisliklari hamda 7 ta doktorantura ixtisosliklari bo'yicha sifatli ta'lim berib kelmoqda. Hozirda institutning Toshkent, Samarqand shaharlarida jami 5 ta o'quv binosi mavjud. ISFC institutining Samarqandda ham filiali mavjud bo'lib, bu yerda ta'lim amaliy tajriba va kuchli natijalarga yo'naltirilgan. ISFC institutining Samarqanddagi filiali bu shunchaki hududiy filial emas. Bu ISFCning sifatli ta'limga bo'lgan yondashuvining kengaytmasi. Bu yerda ham darslar yuqori darajada, zamonaviy o'quv dasturlari asosida olib boriladi. Talabalar interaktiv mashg'ulotlar va real hayotga yaqin loyihalar orqali o'qitiladi. Har bir o'qituvchi o'z sohasining yetuk mutaxassisi, har bir fan ish bozoriga yo'naltirilgan. Samarqanddagi filialda talabalar ISFC ga xos barcha imkoniyatlarga ega bo'ladi. Birinchidan, tanlangan yo'nalishlar bo'yicha chuqur ta'lim, ikkinchidan, ishga joylashish bo'yicha ko'mak, uchinchidan, hamkor korxonalarda amaliyot, to'rtinchidan, ishga tayyor mutaxassis sifatida diplom olish imkoniyati bo'ladi. ISFC nafaqat Toshkentda, balki Samarqandda ham kelajak uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Dastlab bu o'quv markazi sifatida faoliyat yuritishni boshlaganda asosiy maqsad jamiyatimizga xalqaro darajadagi buxgalterlarni, boshqaruv xodimlarini tarbiyalash bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda o'sha institut sifatida faoliyatini, oliy ta'lim muassasasi sifatida faoliyatini boshlagan. 2021-yil Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining tegishli litsenziyasiga asosan oliy ta'lim xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. ICFC instituti respublikamizdagi iqtisodiyot va moliya texnologiyalari, pedagogika, xalqaro munosabatlar va biznes boshqaruvi sohalarida kuchli kadrlar tayyorlovchi nodavlat oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Institut xalqaro standartlar asosida xorijiy ta'lim muassasalari tajribasiga asoslangan holda faoliyat olib boradi. ICFC faoliyatining o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarish kredit modul ta'lim tizimi asosida amalga oshirilib, o'quv mashg'ulotlari yuqori malakali professor o'qituvchilar tomonidan zamonaviy texnologiyalar va o'quv materiallari asosida olib boriladi. Talabalarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda bevosita nazariya bilan birgalikda amaliyot, bugungi kundagi ushbu sohadagi qanaqa jarayonlar ketyapti, qanaqa tendensiyalar avj olyapti, shu narsalarni uzviyligini ta'minlagan holatda biz ta'lim beramiz. Birinchi bosqichni o'zidayoq talabalarimizda dastlabki tanishuv amaliyotlari yo'lga qo'yilgan hamda kursi yuqorilagan sari, mutaxassis fanlarning hajmi oshib borgan sari bu amaliyotlarimiz oshib boradi o'z vaqtida. Biz asosiy maqsadimiz jamiyatga yetkazib berilayotgan kadrlarimizni dolzarbligini saqlab qolish hamda bugungi kunda jamiyatda qanaqa yangiliklar bo'lyapti, ularni o'z vaqtida talabalarimizga singdirgan holatda mehnat bozoriga chiqarish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. ISFC instituti filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha 2-kurs talabasiman va shu bilan birgalikda ISFC instituti talabalar ittifoqi, ya'ni SU prezidentiman.
o'zimni jamoam bilan birgalikda institutdagi, ya'ni talabalar hayotini oz bo'lsa ham yengillashtirishga, ularni yanada kreativroq qilishga harakat qilamiz. Ya'ni bir yil ichida 3 ta section bo'yicha, ya'ni kreativlik, tashabbuskorlik va friendly, ya'ni studentlar bilan ochiq muloqot qilishga tayyormiz. Bu narsa o'zi ICFT'da oldindan bor. Yaqinda yangi saylov bo'ldi. U saylovda 3 ta guruh qatnashdi va saylov davomida biz g'olib bo'ldik. Talabalar ittifoqini asosiy vazifasi bu talabalar va rahbariyat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarish, ya'ni talabalarni ovozi sifatida rahbariyatga yetkazish. Yana bir yo'nalishlarimizdan biri bu ijtimoiy himoya. Ya'ni talabalar o'rtasidagi friendly, ya'ni iliq munosabatni yanada oshirish. Buning uchun yana bir yo'nalishimiz ma'naviyat va ma'rifat, ya'ni eventlar o'tkaziladigan yo'nalish. Bu yo'nalish orqali talabalarimizni yanada mustahkamroq qilish, ya'ni biz jamoamizning nomi Union First, ya'ni kuch birlikda, mana shu birlikni amalda bajarish. Turli xil eventlar, masalan, yaqinda studentlarni tog' sayohatiga olib chiqdik, travel Hill Trip with Union First. 60 ta talabani tog' sayohatiga olib chiqdik. 60 ta talaba ertalabdan kechgacha birga bo'lishdi va ularda masalan bir patok talaba boshqa bir patokdagi talabani tanimaydi, lekin mana shu travel orqali, mana shu sayohat orqali ular yaqin bo'lishdi, bir-birlari bilan networking qilishdi, ya'ni tanish orttirishdi. Talabalar faqat o'zi uchun 70 ming so'm kechki ovqat uchun to'langan. Bu rejani amalga oshirish uchun bir kun vaqt ketdi, ya'ni bir kun ichida e'lon berildi, kechgacha 60 ta talaba yig'ildi va 60 ta talaba bilan sayohatga chiqib keldik. Qanaqa natija berdi? Natija networking oshdi, bu bir. Chunki har qanday sohada, har qanday ta'limda bu baribir networking birinchi o'rinda turadi. Sizni kiyinishingizga qarab kutib olishadi, muomalangizga qarab kuzatib olishadi. Shuning uchun ya'ni studentlarni, talabalarning orasida iliqlik uyg'ondimi? Uyg'ondi, albatta. Bir-birlari bilan juda ko'p do'stlar orttirishdi. Kechgacha baribir bir-birlarini qo'llab-quvvatlash yanada kuchaydi. Asosan biz institutdagi talabalar murojaatlari bilan ishlaymiz. Talabalar o'zlari bilan to'g'ri vaqt kelsa ota-onalar bilan ishlab turamiz. Albatta hozirgi yoshlar bilan, ayniqsa talabalar bilan ishlash juda og'ir. Aytib o'tish kerakki, davlat universiteti bilan xususiy universitet farqlari bu borada aniq ko'rinib qoladi. Qaysi ma'nodaki, qaysidir joyda talabaga yumshoqroq muomala qilishingiz kerak, qaysidir yo'l ko'rsatishingiz kerak, qaysidir talaba bilan individual ishlashingizga to'g'ri kelib qoladi. Qaysidir talabani ota-onasi bilan ishlash kerak, qaysidir talaba oilasi bilan. Har xil holatlar bo'ladiki, biz talabani imkon qadar birinchi eshitib olib, murojaatni o'rganib, keyin harakat qilamiz yechim berishga. Lekin qattiqlik bilan emas, yumshoqlik bilan, uni har xil holatga, yomon oqibatlarga olib kelmaydigan qilib, misol uchun motivatsiya berib, kimdir taklif bilan kelib qolsa, biz uni demak to'g'ri yo'lga yo'naltiramiz, rivojlanish uchun ko'mak beramiz, tavsiyalarimiz beramiz. Undan tashqari qanaqadir muammo murojaatlari bo'lsa, o'rganib chiqib birgalikda hal qilamiz. Bu ko'ramiz dars jarayoni bilan bog'liq bo'ladimi yoki shaxsiy rivojlanish deymizmi, ilmiy sohaga yo'naltirish kerakmi yoki xalqaro bir qanaqadir proyektlar ustida ishlayaptimi? Shular bo'yicha qiziqishlarni o'rganib, takliflarimizni beramiz, yo'nalishlarimizni beramiz. Misol uchun amaliyot bilan bog'liq masalalar bo'ladigan bo'lsa, demak amaliyot bo'limlariga yo'naltiramiz. Ish bilan ta'minlash kerakmi? Demak karyera markazi bilan hamkorlikda birgalikda ishlaymiz. Talabani ish topishida, boshqasida birgalikda ko'maklashamiz. Instituti talabalari uchun zamonaviy o'quv adabiyotlari va kompyuter texnikalari bilan jihozlangan axborot resurs markazi, elektron kutubxona, futbol va basketbol maydonchasi, stol tennisini o'z ichiga oluvchi sport zal, coworking burchaklari, book kafe, oshxona va tibbiyot xonalari faoliyat olib boradi. Bizda talabalarga bir vaqtda nazariy ta'lim, amaliy ta'lim hamda mustaqil ta'lim uzviy bog'langan. Bu qay tartibda? Mustaqil ta'limni biz institutning o'zini shaxsiy LMS platformasi bor. Bizda har bitta berilayotgan darslarni, ma'ruza darslar auditoriyada va ularni interaktiv qolgan mustaqil darslar interaktiv shaklda LMS platformamizda joylashtiriladi. Bu narsani yutug'i sifatida nimani olsak bo'ladi? 3 ta tilda talabada bevosita imkoniyat bor 3 ta tilda ma'lumot olish. Shuningdek, masalan, o'zbek tili yo'nalishida, o'zbek tili shaklida tahsil olsa ham ta'lim shaklida. Lekin biz imkoniyat beramiz
xalqaro darajadagi kadrlar tayyorlash maqsad qilgan bo'lsak, demak biz xorijiy tillarda ham mutaxassislik fanlarini oshirib boryapmiz yildan yilga. ISFT universitetini bitirgan talabalar boshqa oliy o'quv yurtlari bitiruvchilaridan nimasi bilan farq qiladi? O'z sohasida mukammal kompleks bilimlarga egaligi, Tanqidiy fikrlash va qo'yilgan masalani yechish ko'nikmasi mavjudligi, biznes savodxonligi va kirishuvchanligi, yetakchilik sifatlari, jamoaviy ishlash va rivojlanish ko'nikmalari. axloqiy kompetensiyaga egaligi. ISFT universitetini bitirgan talabalar ishlariga sadoqatli va o'z hissiyotlarini jilovlay olish qobiliyatiga ega bo'la oladilar. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan yana bir savol. ICFC ni bitiruvchilari qanday ishga joylashadilar yoki o'qishni bitirganlaridan so'ng o'zlari ish topib olishlari kerakmi? Bitiruvchilarimizni hozirgi kunda 90% ish bilan ta'minlangan. Buni endi aniq faktlarga keladigan bo'lsak, biz 215 nafar bitiruvchi chiqargan bo'lsak, shuni 26 nafar bugungi kunda bola tarbiyasidagi talabalar tashkil etadi. Qolganlarini umumiy hisobda 40% bizni davrimizda o'qiyotgan davrda ish faoliyati olib boradi. Va biz o'sha karyera kunlarimiz hamda o'sha hamkorlarimiz bilan birgalikda qolgan talabalarimizni ham to'liq ish bilan ta'minlash amaliyotini yo'lga qo'ygan. Butun boshli tizim faoliyat olib boradi bu bo'yicha. Ya'ni dastlab talabani amaliyot stajirovkalarga jalb qilamiz tashkilotlarga. Bu bo'yicha talabalar amaliyotini tashkil etish bo'limi faoliyat yuritadi. Va shuningdek talabalarimiz ish bilan ta'minlash uchun alohida karyera markazimiz bor. Karyera markazimizda doimo biz bilan hamkorlikda 200 dan ortiq tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, doim vakansiyalarni bizning institutimiz berib turadi. Va ushbu vakansiyalar har kuni e'lon qilinadi. O'rtacha bir kunlik statistikasini ko'radigan bo'lsak, 30-35 ta vakansiya e'lon qilinadi bir kunda. Va shunda qaysi talabalarimizga qaysi ish to'g'ri kelsa, suhbat jarayonlarini hamda ularda to'g'ri ko'nikmalarni shakllantirish uchun treninglar o'tkazib boramiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, karyera markazimiz tomonidan doimiy ravishda treninglar olib boriladi. Biz faqat hard skills, soft skills degan tushunchalar bor, ya'ni qattiq ko'nikmalar va yumshoq ko'nikmalar. Biz ta'lim berish jarayonida nafaqat ularning qattiq ko'nikmalarini, balki yumshoq ko'nikmalar, ya'ni ular bilan muomala madaniyati, umuman rahbarlik etikasi, insonning psixikasi, ya'ni ish joyida jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini ham doimo oshirib borishga harakat qilamiz. Bu uchun biz doimo auditoriya fondlarida bu narsani tashkil etishga qiyin bo'lgani uchun buni seminar treninglar shaklida, mutaxassislar ishtirokidagi davra suhbatlari orqali va shuningdek LMS platformamizdagi interaktiv dars shakllarida berib boramiz bu ko'nikmalarni. Bu institutda o'qiyotgan talabalar kelajakda kim bo'lishlari, nima bilan shug'ullanishlarini aniq biladilar. Ya'ni ularni biz bemalol o'z xatti-harakatlarini anglagan insonlar deb atay olamiz. Bu universitet tanlashimdan maqsad birinchi o'rinda shuni bildimki, chet el universitetlari bilan hamkor bo'lganligi tufayli shu universitetni tanladim. Va ikkinchi o'rinda bu universitet ICFT universiteti maqsadi hisoblanadi. Meni fikrimcha bu o'quv yili boshida bilganimda universitetimizning maqsadi bu nafaqat eng yaxshi kadrlarni chiqarish, balkim eng yaxshi tadbirkorlar har qanday yo'nalishdan qat'iy nazar. Psixologiya bo'lasizmi, filologiya bo'lasizmi, iqtisodiyot bo'lasizmi, bank ishi bo'lasizmi, yo'q. Har birini tadbirkorlikka kuchaytirishimiz kerak. Ta'lim jarayonlari doimiy ravishda transformatsiya qilib turiladi. Ya'ni o'quv tizimi yanada samara keltirishi uchun yondashuvlarga alohida ahamiyat qaratiladi. ICFC instituti jahon amaliy tajribasini ta'lim sohasiga singdirgan holda xalqaro darajadagi mutaxassislarni tayyorlashga intiladi. Yana bir jihati ta'lim muassasamiz tomonidan bu yildan boshlab turib birinchi kursga qabul qilinadigan talabalar uchun biz dual ta'lim tizimini yo'lga qo'yganmiz. Yangi tizim, ya'ni bu respublikamizda bor. Lekin bugungi kunda ushbu tizim ostida pedagogika sohalariga tegishli edi. Ya'ni 4 kun ta'lim muassasasida tahsil oladi, 2 kun o'sha tegishli tartibda maktab, bog'cha yoki bo'lmasam kollej, litsey, texnikumlarda stajirovkalarni o'tkazadi. Bu yildan umumiy hisobda 8 ta ta'lim yo'nalishimizda bakalavr bosqichida birinchi kursni birinchi kunidayoq xuddi shu ishni qilmoqchimiz. Amaliyotda biz ko'rayotganimiz talabalarimizni ko'ryapmiz, stajirovkaga borgandan keyin 3 oyda bevosita o'sha tashkilotlarni o'zi ishga olib qolyapti. Va bu bugungi kunda o'sha davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarni bandligini ta'minlash, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash sohasida qilinayotgan ishlariga biz bevosita ko'makchi sifatida ushbu tizimni yo'lga qo'ymoqchimiz. Talabalar yetakchi mutaxassislar rahbarligida o'qish imkoniyatlariga egadirlar. Shuningdek, tadqiqotlar hamjamiyatida bo'la turib, ular o'quv dasturlarining dastlabki kunlaridanoq samarali tadqiqot usullarini o'rgana boshlaydilar. Bu yerda faoliyat ko'rsatayotganimga mana 6 yildan oshdi.
lekin ushbu lavozimga yaqinda kelganman. Bizda hozirda 30 dan ortiq xorijiy universitetlar bilan memorandumlar imzolangan. Har bitta memorandumni ichiga bir nechta maqsadlar kiradi. Mana shu 30 ta memorandumlarning barchasiga kiradigan asosiy maqsadlarda talabalar almashinuvi dasturi yoki kelajakda ochilishi mumkin bo'lgan qo'shma dasturlar to'g'risida bandlar mavjud. Hozirda biz talabalar almashinuvi dasturi ustida ish olib boryapmiz. Mana 2025-yilning sentyabr oyidan boshlab bo'lsa talabalar almashinuvi dasturiga Malayziya, Turkiya davlatlariga demak o'qishga tayyorlanishyapti. Biz uchun hozirgi paytda talabalar almashinuvi yangilik, chunki bizni birinchi talabalarimiz mana hozirda hujjatlari tayyorlanyapti va sentyabrda o'sha o'qishlarni boshlashadi. Hali universitet tarixida talabalar almashinuvi dasturi endi bo'ladi. Har bir ta'lim dargohi ikkita sababga ko'ra nufuzga ega bo'ladi. Ulardan biri iqtidorli va bilim olishga tayyor talabalar bo'lsa, ikkinchisi nafaqat kuchli bilimga ega, balki o'qita olish mahoratiga ega pedagoglardir. Bugungi kunda institutimizda 500 dan ortiq pedagoglar faoliyat yuritib keladi. Ularning 35% ilmiy daraja, ilmiy unvonga ega bo'lgan pedagoglar tashkil etadi. Hozir amalda shartlarimiz bor. Ya'ni institutga dars berish uchun kelgan pedagog avvalambor imkoniyatini bo'lish kerak 3 ta tilda dars berish. Bizda eng ustuvor yo'nalish, ya'ni turli tillarda dars bera olish imkoniyati. Hozirgi kunda adashmayotgan bo'lsam 80-82% o'qituvchilarimiz 2 ta tilda dars bera oladi. 40% dan ortiq ustozlarimiz 3 ta tilda bemalol dars bera oladi. Bu ehtiyoj paydo bo'lganda, masalan, biz faqat aytganimdek mutaxassislik fanlarimiz faqat o'zbek tilida bo'lsa, uni ingliz tilida ham yoki rus tilida ham o'tish imkoniyatimiz bor deganim shundanki, biz harakat qilamiz talabdan kelib chiqqan holatda. Ingliz tilida masalan bugungi kunda ushbu fan ingliz tilida, ya'ni xalqaro darajada zarur bo'lyaptimi? Uni biz ingliz tilida beramiz. Tushunchalarni ham ingliz tilida beramiz. Shuning uchun ham shu narsani imkoniyatiga ega bo'lgan pedagoglarimiz ishga olamiz. Men buni faxr bilan ayta olamanki, bugungi kunda ta'lim dargohimizda o'zini sohasi bo'yicha respublikadagi sanoqli kadrlarni faoliyat olib boradi. Bu aynan xalqaro buxgalteriya sohasida yoki bo'lmasam siyosat sohasida kadrlarimiz kamyob kadrlarimiz dars beradi. Bu ham bevosita talabalarimizga sifatli berish uchun xizmat qiladi. Universitet bir necha yildan buyon faoliyat yuritayotganligi sabab bu yerning bitiruvchilarini xususiy sektordan tortib davlat tashkilotlarida ham uchratish mumkin. Hattoki iqtidorli va tashkilotchi talabalar shu yerning o'zida ham kerakli kadr sifatida olib qolinadi. O'zim ushbu institutni bitirganman. Amaliy buxgalteriya va moliya sohasi bo'yicha. Hozirgi vaqtda shu institutda o'zida amaliy ishlarni amalga oshirib boryapman. Bu yerda olgan bilimlarim ishimda asosan odamlar bilan muloqotda, muloqot jarayonlarini yaxshilashda, ko'proq har xil muammoli vaziyatlar bo'ladi yoki qanaqadir bizlar bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni institut bilan bog'liq bo'lgan muammolarga yechim topishda yoki talabalarni eshitishda, ular bilan bog'liq qanaqadir vaziyatlarga yondashishda ancha yordam beryapti. Hozirgi vaqtda o'zim o'qigan soham buxgalteriya sohasi bo'lganligi sababli kelgusida Xudo xohlasa buxgalteriya sohasida ham ko'rish niyatim bor. Hozir ta'lim dargohlari orasida raqobat kuchli, ya'ni ular faqatgina sifatli ta'lim berish bo'yicha bellashadilar desak xato qilamiz. Talabalarning bemalol va mehr bilan o'qib bilim olishlari uchun iqtisodiy imkoniyatlar ham taqdim etilmoqda. Bizda talabalarimizga juda ko'plab imkoniyatlar berilganki, bir oiladan 2 nafar tahsil oluvchi bo'lsa, biz har bittasining kontraktiga 20% dan chegirma beramiz. Va oilada aka-ukani oladigan bo'lsak, bittasi iqtisodchi. Iqtisodchilik, ya'ni bank ishiga yoki bo'lmasa moliyachilikka qiziqadi. Lekin bittasi til, ya'ni filologiya bo'yicha qiziqadi. Biz agar bu imkoniyatni yaratib qo'yganimizda, bitta oilaning 2 ta vakili bu yoqda o'qisa, imkoniyatlar darajasini kengaytirganmiz. Va biz harakat qilamiz, ular bitta oiladan kelganligini inobatga olib, har biri uchun 20% chegirma beramiz. Bitta oilada faqat iqtisodchilar bo'lishi mumkin emas-ku. Doimo har xil tanlovlar bo'lishi. Shuning uchun ham tanlov uchun imkoniyatlarni yaratish maqsadida yo'nalishlarimiz keng tarmoqli hisoblanadi. ICFT instituti o'z mablag'lari hisobidan har yili qabul davrida o'rtacha 300 ta grant ajratadi. 300 ta grant bizning o'zi umuman hozirgi kunda o'qiyotgan talabalarimizni deyarli 30-35% grant asosida ta'lim oladi kunduzgi shaklida. Grant olishda o'ziga xos albatta shartlari bor. Ya'ni
biz saralash bosqichlaridan o'tish kerak. Avvalo birinchi bosqich test bosqichi bo'ladigan bo'lsa, undan keyin aqliy fikrlash, yoki bo'lmasam uni qaror qabul qilish ko'nikmalarini sinovchi bizada maxsus testlarimiz bor. U testlardan keyin yakunida suhbat natijalari bo'ladi. Ushbu 3 ta bosqich asosida biz talabalarimizga grant beramiz. Va bizda grantni saqlab qolish ham oson, grantga kontraktga kirgan talabani grantga o'tish tizimi ham oson. Sababi bizda Britaniya baholash tizimi asosida ta'lim beramiz. Ya'ni talaba agar bitta fandan 40 ball, 100 ball tizimdan 40 ball oladigan bo'lsa, grantda o'qiyotgan bo'lsa, grant saqlab qolib keyingi yillarga o'tib ketadi. Agar talaba bitta fandan yoki bir nechta fanlardan yiqilsa, grantdan kontrakt uchadi. Xuddi shunaqa talabalarimiz agar 61 balldan yuqori ball to'plasa, hamma fanlar 61 balldan yuqori to'plasa, u kontraktda o'qisa, uni grant asosida tavsiya etiladi. Keyingi bosqichda 1 yil davomida grant asosida o'qiydi. Ushbu xarajatlar barchasi institut o'zini hisobidan qoplanadi. Biz harakat qilyapmiz, yana grantlarimiz sonini yildan yilga oshirishga. ICFC universitetida nafaqat ichki rivojlanish bor, balki dunyo miqyosida ham doimiy ravishda rivojlanish yo'lida harakat qilmoqda. Biz hozirgi kunda o'sha Malayziyani top 200 da o'sha QS va THE xalqaro reytinglariga kiradigan universitetlar bilan hamkorlik olib boryapmiz va ular bilan qo'shma dasturlar yaratishni rejalashtirganmiz. Ayni paytda hujjat ishlari amalga oshirilyapti. 2025-yilni o'sha sentyabr-oktyabr oylaridan boshlab biz ushbu dasturlarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Dasturlardan asosiy maqsad, biz bilamiz, xorijda o'qish albatta bir qancha aytaylik muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Asosan aytaylik o'sha moliyaviy jihatdan talabalarga bu narsa qiyin. Shuning uchun qo'shma dasturlar talabalarga O'zbekistonda turib xorijiy o'sha oliy ma'lumotni egallashga yordam beradi. Ya'ni talabalar o'sha davlatga faqatgina aytaylik bakalavr darajasi bo'lsa, 4 yil emas, 1 semestr yoki 1 yil davomida borib o'qib kelishlari mumkin. Yoki o'sha qo'shma dasturni turiga qarab butun o'quv aytaylik jarayonini O'zbekistonda turib amalga oshirsak bo'ladi. Abituriyentlarga shu yerga o'qishga kirishlarni tavsiya qilardim, chunki birinchidan pedagogimizning va ustozlarimizning sertifikatlari bor. Ajoyib atmosfera, bilim darajamiz yuqori. Bizda ko'p shartnomalarimiz bor boshqa universitetlar va boshqa chet el universitetlari bilan. Ko'p kompaniyalar bilan shartnomamiz bor. Bu bizga juda katta yo'llar ochib beradi, chunki 4 va 3-kursda mening bilishim bo'yicha ko'proq praktika o'tamiz. Amaliyot o'tamiz va shu bizda shartnoma bo'lganligi tufayli praktikalarni va stajirovkalarni o'sha yerda, o'sha kompaniyalarda muammosiz o'ta olamiz. Ya'ni hammasi qonun doirasida, hammasi himoyalangan bo'ladi. O'zingizga ma'lum, yangi 2025 va 2026-yilgi o'quv mavsumida sirtqi ta'lim barcha o'quv dargohlarida bekor qilindi. Ammo ishlab o'qimoqchi bo'lgan talabalar uchun boshqa imkoniyatlar eshigi ham ochilgan. Hop, bugungi kunda xabaringiz bor, butun respublikamizda oliy ta'lim, xoh davlat, xoh nodavlat shaklida bo'lsin, mulkchilik shakli, barchasida sirtqi ta'lim shaklida tahsil olish qabul tizimi yopildi. Va bu bevosita ish bilan band bo'lgan o'qish istagi mavjud abituriyentlarda birmuncha qiyinchilik olib keladigan holat bo'lib qoldi. Shuning uchun ham biz bu bo'yicha bizning 10 ta ta'lim sohamizda, ta'lim yo'nalishimizda 10 tasida masofaviy ta'lim tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu bo'yicha tegishli yuqori idoralardan rasmiy ruxsatimiz bor, ya'ni o'qita olish imkoniyatimiz mavjud. Bu tizimni yo'lga qo'yish uchun bizda Jalenga studiyasi tinimsiz kun-tun faoliyat yuritadi. Ya'ni masofaviy ta'lim nima? Talaba ishlaydi, o'qishga kelishga imkoniyati yo'q, har kuni kelishga, lekin ta'lim olish istagi bor. Biz o'shalar uchun ham o'zimizning ta'lim xizmatlarimizni taklif etmoqdamiz bugun. Bunda talaba faqatgina bo'sh vaqti bor vaqtda bizning LMS platformamiz orqali kunlik topshiriqlar yoki bo'lmasam o'quv dars jarayonlari amalga oshiradi va bu avtomatik tarzda hisob-kitob qilinib talabaning trekingi yo'lga qo'yilgan. Xo'sh, asosiy savol qolib ketmasa, Bu universitetga qanday qilib o'qishga kirish mumkin? siz hujjatlarni onlayn yoki offlayn tarzda topshirishingiz mumkin. O'qishga hujjat topshirish jarayoni admission.isft.uz maxsus onlayn platformasi orqali amalga oshiriladi. Onlayn hujjat topshirish bu ISFC universiteti oilasiga qo'shilishda birinchi qadam bo'lib, ushbu platformada universitet xodimlari va talabalar sizni mukammal, maksimal darajada qo'llab-quvvatlashadi. Qabul jarayonlari yaqinlashmoqda.
Jarayonni qulayligi uchun aynan web resurs orqali onlayn hujjat topshiriladi yoki bo'lmasa siz hududiy ofislarga borib o'z hujjatlaringizni topshirishingiz mumkin. O'qiyman desangiz kitob, o'rganaman desangiz bilim ko'p. Kerakli vaqtdagi kerakli bilim keling yosh demaylik har qanaqa yoshdagi inson uchun muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Aynan mana shu yo'lda ICFC instituti eng to'g'ri tanlovdir. Tanlovda adashmang. Endi sizda ta'lim sohasiga oid so'nggi yangiliklardan bir zumda boxabar bo'lish imkoniyati bor. Ta'lim xabarlari.uz sayti, ta'lim yo'nalishiga taalluqli hujjatlar, qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishib, interaktiv xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Ta'lim xabarlari.uz sayti. Tez, oson, muhimi ishonchli yangiliklar.